Odil Yoqubovning. Sinfdan tashqari tilla uzuk deb nomlangan qissa, hikoya, etyudlar to'plamidan iborat bo'lgan asarlarni o'qishni tavsiya etaman. Ushbu to'plamda bir necha hikoya, qissa va etyudlar berilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: Matluba qissasi, Tilla uzuk hikoyasi, Yaxshilik hikoyasi, Tush, Abtartet, Qo'shiq, Fotiha, Qalampir, Oshqovoq, Abror aka hol deb nomlanuvchi etyudlari berilgan. Hozir esa sizlar bilan Odil Yoqubovning Yaxshilik hikoyasi haqida tahlil qilib boramiz. Hurmatli o'quvchilar, ushbu suratga e'tibor beringizlar. Nimaning suratini ko'ryapsiz? Albatta, bu Ikkinchi jahon urushi davrida o'zbek o'g'lonlarining mardonavor janglari, o'zbek ayollarimizning sadoqat timsoli va mard yigitlarimizning yozgan maktublari suratini ko'ryapsiz. Negaki, ushbu asarda aynan shu davr voqealari tasvirlangan. Undan oldin badiiy asar tahlili haqida aytib o'tamiz. Dastlab ushbu Yaxshilik hikoyasining, ya'ni birinchi asar voqealar tafsiloti haqida tanishib olamiz. Ikkinchi asar qahramonlari haqida tanishamiz. Uchinchi hikoyaning ta'sirli jihatlaridan parcha o'qib eshittiraman va to'rtinchisi asarning ahamiyati haqida o'rganib olamiz. Ushbu hikoyani Odil Yoqubov 1965-yilda yozgan bo'lib, unda Ikkinchi jahon urushi tufayli onaning farzandidan, yosh kelinchakning suyukli yoridan erta ayrilgan, mehnatda qaddi bukilmagan, lekin ayriliq azobidan dard chekkan o'zbek ayolining alamli qismati tasvirlangan. Birgina Mansurjon yosh kelinoyisini xursand ko'rish va unga yaxshilik qilish maqsadida tog'asidan kelgan so'nggi xabarni yetkazadi. Vaholanki, bu yaxshilik xabari kelinoyisi va buvisini qalbini larzaga solgandi. Yozuvchi yosh Mansurjon orqali yosh yigitlarning o'limi haqidagi qora xatlarni keltirish pochtachilar uchun qanchalik azob ekanini, urush tufayli qanchadan qancha ayollar va bolalarning achchiq qismatini tasvirlagandek bo'ladi go'yo. Endi esa asar qahramonlarini aytib o'tamiz. Bular quyidagilar: Mansurjon, Munavvar kelinoyi, Mansurjonning tog'asi, buvisi hamda pochtachi. Ana endi asarning ta'sirli jihatlariga e'tibor bering. Men hozir sizlarga asardan parcha o'qib beraman. Dashtdagilarning ko'pchiligi xuddi kelinoyimday hijron dog'idan qalblari kabob, yosh qiz juvonlar edi. Ular xuddi hamma alam, hamma iztiroblarni mehnatdan olmoqchi bo'lganday o'chakishib, jon jahdlari bilan ishlashar. Kechalari esa tun yarmigacha keng dashtni zir titratib, mungli laparlar aytishar. Frontdagi yorlariga atab qo'shiqlar to'qishar. Sodda, lekin bo'lakcha bir samimiyatga to'la xatlar yozishar edi. Kelinoyim qizlarning iltimosi bilan ba'zan ularga chiroyliroq xatlar yozib berar, ba'zan she'rlar to'qir. Shuning uchun ham hamma uni yaxshi ko'rar edi. Kelinoyim meni ko'zi to'rt bo'lib qarshi olar. Chunki tog'amning xatlarini aksariyat men olib kelar edim. Bunday paytlarda kelinoyim dag'allashib qolgan kichik kaftlari bilan boshimni mahkam ushlab ko'ksiga bosar, peshonamdan o'par. Mening chin g'amxo'rim, xalaskorim deb erkalar. Men esam uning yashnab ketgan chehrasini, sevinchdan chaqnagan tim qora ko'zlarini ko'rganimda boshim osmonga yetar. Unga ko'proq yaxshilik qilsam, uni ko'proq quvontirsam der edim.
lekin bu yaxshiliklar, ya'ni yaxshi xabarlarning hammasi ham quvonchli xabar bo'lmaydi. Mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, yaxshilik deb nomlanishining sababi ham nimada ekanligini anglab yetdilaringiz menimcha. Endi esa asarning ahamiyatli jihatiga keladigan bo'lsak, asarning ahamiyatli jihati shundaki, o'zbek o'g'lonlarining vatan uchun mardonavor kurashlari hamda o'zbek ayolining sadoqati va shijoatiga hech narsa teng kelmasligini bugungi yoshlarimiz anglab yetishi ko'rsatib o'tilgan. Endi esa, hurmatli o'quvchilar, sizlarga shunday topshiriq bo'ladi. Odil Yoqubovning to'plamda keltirilgan hikoya va etyudlarini o'qib, tahlil qilib kelasiz.